Bu kechani uxlab o'tkazib yubormang. Bir kecha bor, u 83 yildan ham qadrli. Bu Laylat al-Qadr. Bu kechada duolar osmonga ko'tariladi, gunohlar kechiriladi, qalblar tinchlik topadi. Shu sabab bugun qalbingizni poklab, Allohdan chin dildan so'rang. Bu kuni tongda quyosh shulasiz chiqadi. Bu kuni yer yuziga Allohning eng katta rahmatlari yog'iladi. Har bir inson hayotida Alloh beradigan eng buyuk imkoniyat bu Laylat al-Qadr kechasidir. Siz ham bu rahmat va barakatlardan qonishni istamasangiz, bu videoni barcha yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Bu kechani uxlab o'tkazib yubormang. Bir kecha bor, u 83 yildan ham qadrli. Bu Laylat al-Qadr.